Xitayga albatta Gomindan bo'lsa, bandit u degandagimda sifatlaydan o'ziniki doktor. Albatta ular shunday. Mesela Amerikaning, Sovetning bulardamda aşağıdaki inqilab qilayotgan, jang qilayotgan bu xalqni nima deb sifat? Bak to'g'ri savol qo'ydingiz. Buning da Sovetning arxivlarida hujjatlarda haliqi keyingi tarixchilar yozgan emas, shu vaqtdagi G'uljiga Sovet ittifoqi evatgan harbiy maslahatchilar bor. 1945-yili 44-yili 12-oyning 26-27 kunlarida mening ham o'zimning arxivlar bo'yicha aniqlab chiqishimcha Sovet ittifoqining Moskvadan bevosita 2 general kelgan. O 2 generalning yana uning guruhi bor, 5 kishilik. Birisi general mayor, birisi general leytenant, qolgan 5i polkovnik, podpolkovnik deymiz. Darajalik ofitserlar. Bular G'ulji turib, İlhan Törem reis cumhurbaşkanı görüşüp, G'uljida Sovet ittifoqining vakillari sifatida ularga harbiy siyosiy maslahatchilik qilgan. Ular kundadagidek İlhan Törem shular bilan ko'rishib turdi, ahvollarni so'zlashib, fikr almashtirib turdi. Ba'zi urush ahvollarini ular bilan so'zlashdi. Uçaqlarda Sovet ittifoqi hech qanday Sharq Turkiston inqilobchilariga umumiy yordam bermagan ular. Zo'r qo'shinma kirgizmagan, oz sonlik qurollarni tog'da qo'yliga, bununga almashtirib berganini hisoblanmaganda ko'p qurol bermagan. Bu qurol berish, yordam berish 45-yilning 6-oylardan keyingi ish. Askeri kuch evatish, odam evatish. Mana bu maslahatchilar maslahat berish jarayonida ular kundalik o'zining ishini Moskvaga doklad qildi. Telegram berdi. Bunun birisining ismi general Ignarov, yana birisining ismi general Alexander Vasilyev deydi. Nima Alexander Ivanovich Lanfang deydi. Aning Vladimir Stepanovich Ignarov deydi. Aşında ularning hammasining ismlarini bilmayman. Bu nima odamlar? Bular burun nima ish qilgan, ularning hamma narsalarini ham unimi o'rganib, tadqiq qilib chiqdik-da hali. Tokkidlam emas bularni. Bu odamlar kundadagidek butun G'uljida bo'layotgan harakatlarni, o'tkazilgan suhbatlar, o'zining nima deganligi, ularning nima deganligi İlhan Törning va boshqalarning ichki tashqi ahvollar, urush ahvollarini Moskvaga, shu vaqtdagi Sovet ittifoqining tashqi ishlar, ichki ishlar xalq ichki ishlar ministri NKVD deymiz. Shuning boshlig'i Beriya orqali Sovet oliy rahbarlar Stalin, Molotov qatorliqlar yo'llab turgan. Demak, bu inqilobning boshlanishidan tortib oxirigacha butun jarayondan Moskvada Stalinlar bilib turgan buni. Mandaqiligi. Ko'ngil bilgan ular nima ish qilyapti degan. Yo'llagan bu raportlarda hammasidan qaraganda ular boshnayoq Sharq Turkiston inqilobini ijobiy nuqtadan qaragan. Ular unda bandit bu demaydi. Ularning atalg'ulari Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston hukumati degan iboralarni ishlatgan. Bugun Sharq Turkiston Cumhuriyeti raisi İlhan Töre Shakirxo'ja, uni Shakirxo'ja deydi. Shakirxo'jayev bilan ko'rishdik. Suhbatlashdik. Sharq Turkiston inqilobiy rahbarlari undaq qildi. Ana uchun Sharq Turkiston qurolli kuchlari bundaq qildi. Ana uchun yakun bo'lsa qo'zg'olonchilar bugun Poloniyaga hujum qildi. Degandek atalg'ularni ishlatgan. Amerikaning, G'arbning, Angliyaning arxivlarini bor albatta bu yerda. Ularning hujjatlarida bo'lsa, bu qo'zg'olonchilarni, bularni qo'zg'olonchilar, kurashchilar, fidoyilar degandek atalg'ularni ishlatgan. Ana uchun Sharq Turkiston hukumati, Cumhuriyeti, qo'zg'olonchilar hukumati, keyin bo'lsa G'ulji hukumati, Ili hukumati degandek atalg'ularni ishlatgan. Ularni undaq, ammo bularni bandit, qaraqchi deb atash, o Xitoy Gomindanchi, Xitoylarning atishi. Bularning hech kim o inqilobni haqoratlaydigan yoki uni tushiradigan atalg'ularni ishlatmagan. Demak, biz kitobimizda, kitobda mana shu atalg'ularni qanday qo'llangan bo'lsa, biz tirnoq ichida shu petim oldik. Elish usulini qo'llandik-da. Bu chaqda asarning chilligi. Ana shunday qildi. Ko'p rahmat.